Dunyodagi uchiga chiqqan aldoqchiman. 3 ta tosh turibdi. Xohlasang tosh deylar, xohlasang rezinka deylar. Qo'limda boshqa hech narsa yo'q. Bitta qarsak cholasizlar, keyin boshlayman. O'ngdan chapdan o'ngga. Farqi yo'q. Boshlaydi. Chap qo'limda turibdimi yoki o'ng qo'limda turibdimi? Qasdini bilasizlar. O'ngda chapga, chapdan o'ngga oldim qo'ydim. Endi urib qo'ydim, toshni solib qo'ydim, yopib qo'ydim va buni ham yopib qo'ydim. Sizlar qayerda o'ylaysizlar? Hali ham o'ngda deyapsam, yo'q, bu joyda emas. Endi chapni qarab ko'rasizlar va yana oldim sherigini va tushib ketib qoldi. Uzr so'raymiz va yana olamiz, solamiz, qo'yamiz, oldik o'ngga, chapga o'ngga. Endi buni olamiz, solamiz. Sizlar qayerda o'ylaysizlar? Hali ham tepada o'ylaysizlar, ikkitada o'ylaysizlar, bittada o'ylaysizlar. Bari bilmaysizlar. Mana bu joyda aslida yo'q. Men sizlarni bari aldayman. Aldarga ko'rsani eng zo'rimi. Bari aldashni boshlayman. Ketdi. Buni qaranglar, o'ngga, chapga o'ngga oldim, qo'ydim, oldim, qo'ydim. Endi yana temirga urib ko'raman. Qarabsizlarki, yo'q. Yana ganga deyapmanmi? Va tepadan tushadi o'ylaysizlarmi? Yo'q, asli tepada emas. Mana bu joyda bo'ladi. Bu joyda yo'qmi? Uga olib qo'ydim. Bu joyda yo'qmi? Bu yerga olib qo'ydim. Ikkinchisi bittasi qani? Mana sizlarni baribir aldadim. Podpisatsiya, like bosib ketishni esdan chiqarmanglar.